Endi ijodiy xodimlarimiz tomonidan tayyorlangan xabar hamda lavhalarning to'liq tafsilotlariga o'tamiz. Mamlakatimizdagi shahar va tumanlarda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari tomonidan mahallalarda kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi ijtimoiy xodimlar faoliyati yo'lga qo'yilganligi, joylarda ijtimoiy xizmatga muhtoj aholi vakillarini qo'llab-quvvatlash, ularga yordam ko'rsatishga qaratilgan ishlarni yanada yuqori bosqichga ko'tarmoqda. Ayniqsa ularning xizmatlari e'tirof etilgan holda yurtboshimiz tomonidan rag'batlantirilib borilayotgani o'z ishiga bo'lgan sadoqatini orttirmoqda. Bunday ishlarni Jizzax viloyati G'aldirol tumani misolida ko'rishimiz mumkin. Jizzax viloyati G'aldirol tumanida 34 nafar kompleks ijtimoiy xizmatlar ko'rsatuvchi xodimlar ish olib bormoqda. Shulardan biri Madaniyat mahalla fuqarolar yig'inida ijtimoiy xodim vazifasida ishlab kelayotgan Asliddin Qodirovdir. U ayni kunda ijtimoiy reyestrga kiritilgan fuqarolar bilan tizimli ishlar olib bormoqda. Jumladan mahalladagi 6556 nafar aholiga, shulardan 15 nafar birinchi guruh, 121 nafar ikkinchi guruh va 19 nafar uchinchi guruh nogironlarga, yolg'iz keksalar boquvchisini yo'qotgan oilalarga 120 ta ijtimoiy xizmatlar ko'rsatib kelmoqda. Natijada odamlarni yillar mobaynida qiynayotgan qator muammolari bartaraf etilmoqda, deydi biz bilan bo'lgan suhbatda Asliddin Qodirov. Bugungi kunda mana shu mahallamizda hududida yashovchi, o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz keksalar hamda birinchi, ikkinchi guruh nogiron bo'lgan shaxslarga, jumladan 3 nafar fuqaromizga reabilitatsiya texnik vositalar bilan ta'minlandi. 2 nafar fuqaromiz protez ortopediya moslamasi bilan ta'minlandi. Birinchi, ikkinchi guruh nogiron bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi sanatoriyalarga jo'natish bo'yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, faol hayotga qadam dasturi doirasida o'zgalar parvarishiga muhtoj yolg'iz yashovchi hamda yolg'iz keksalarga hamda birinchi guruh nogiron bo'lgan shaxslarga hozirgi kunda kunduzgi qatnov, kunduzgi parvarish xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan shaxslarga jarrohlik amaliyoti hamda davolanish xarajatlarini qoplash bo'yicha 3 nafar fuqaromizga yordam ko'rsatdik. Shuningdek, ijtimoiy xodim tomonidan fuqarolarning ijtimoiy xizmatlar haqidagi xabardorligi, kafolatlangan ijtimoiy xizmatlar olishga bo'lgan huquqlari tushuntirilmoqda. Ana shunday xizmatni og'ishmay sidqi dildan olib borayotgan lavhamiz qahramoniga prezidentimiz tomonidan 22 mart mahalla tizimi xodimlari kuni munosabati bilan Shuhrat medali bilan taqdirlandi. Bu xabarni eshitganda oila a'zolarimiz bilan hayajonlanib, hammamiz juda ham kayfiyatimiz ko'tarinkiroqda bo'ldi. Endi bundan ham ko'proq mehnat qilib, xalqimizni roziligini olib, prezidentimiz mana shunday yuksak e'tirofiga loyiqligimizni ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha mana shu xalqimizga, elimizga, insonlarga xizmat qilishda charchamaymiz. Umuman olganda Jizzax viloyatining barcha shahar va tumanlarda aholiga kompleks ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish hajmi, sifati va samaradorligi tobora ortib borayotganini ko'rish mumkin.